Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Sizlar bilan men Naimjon. Bugun YouTube'dagi darslarimizning 5-qismi global va trend darsimizga yetib keldik. Xo'sh, global va lokal trend nima va undan qanday foydalanamiz? Bu biz bilgan time frame'lar orqali bozor strukturasi, bozor holati, ya'ni bozor hozirgi holatda qaysi trendda, qayoqqa yo'naltirilgan, qayoqqa yo'nalishi qaysi tomonda, bularni bilib va bizga kirish nuqtalarini topishda yordam beradi. Xo'p, global va lokal trend tushunchasi, ya'ni katta time frame'larda biz global trendni aniqlab olamiz, kichik time frame'larda esa lokal trendni. Xo'p, buni qanday aniqlaymiz? Hozir mana misol uchun bizda trendimiz bor. Ya'ni aytaylik, yuqoriga harakatlanyapti. Buni biz time frame weekly deb oldik. Weekly time frame'da, ya'ni trendimiz uptrendda yuqoriga harakatlanyapti. Xo'p, buni biz global trend va global uptrend deb ataymiz. Global uptrend. Umumiy weekly, ya'ni haftalik time frame'da qaraganimizda trendimiz yuqoriga o'suvchi harakatlanyapti va mana bu yerga yetdi. Ko'rib turibsizlar, mana bu yerga yetdi. Endi shu har bir harakatni biz kichikroq time frame'ga o'tadigan bo'lsak, mana misol uchun local time frame deylik. Local time frame'ga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerlarda ham qandaydir bu yerda ham narx harakatlari bor. Mana ko'rib turganlaringizdek, narx bu yerda ham to'g'ridan to'g'ri narx mana bunday bo'lib chiqib qolmaydi yoki birdaniga tushib qolmaydi. Narx doim diapazonda, qaysidir oralig'ida harakat qiladi. Ya'ni biz mana bu oralig'larda biz lokal trend deymiz. Bular bizda haftalikda, misol uchun 6 ta sham ko'rinadigan bo'lsa, haftalik time frame'da. Lekin biz 1 soatlik time frame'ga, yarim soatlik time frame'ga o'tkazganimizda biz ko'rishimiz mumkin, lokalimiz mana bunday holatda u ham harakatlanib yuqoriga yoki pastga tushgan bo'lishi mumkin. Mana bunday holatda. Ya'ni bizda hech qachon to'g'ri o'sib qolmaydi. Xuddi shunaqa biz time frame'larda lokal va globalga ajratib olamiz. Time frame weekly global uptrend, localda misol uchun time frame'imiz lokalda misol uchun 30 daqiqalik qilamiz, 30 minut. Xuddi shu holatda bo'ladi. Men sizga misol qilib ham trading view'ni ochib ko'rsataman. Xo'p, yagona time frame xatosi. Ya'ni hech qachon biz bir dona time frame bilan ishlamaymiz. Sababi aytganimdek, mana misol uchun sizda juda ham imkoniyatlar ko'p bo'ladi, lekin shu imkoniyatni qo'ldan chiqarasiz. Nimani hisobiga? Bir dona time frame'dan foydalanish hisobiga. Misol uchun weekly time frame'da trendimiz mana uptrendda harakatlanyapti. Deylik, mana shu harakatlanyapti. Siz mana bu yerda oldingiz, oradan vaqt o'tdi-da, mana bu yerda sotdingiz, to'g'ri, umumiy holatda siz misol uchun foyda qildingiz. Lekin sizda imkoniyat bor edi. Qanaqa imkoniyat bor edi? Ya'ni mana bu yerda ham olib, mana bu yerda ham olib va bu bizda global holatda bo'lsa, global trend bo'lsin, weekly time frame bo'lsin. Endi lokal holatda ham mana bu joyni kesib oladigan bo'lsak, mana bu yerda kesib olyapmiz-da. Bu yerda ham narx nima bo'lyapti?
narx yuqoriga harakatlanyapti. Bu yerda ham sizda imkoniyat bo'lgan. Misol uchun bu yerda olib, bu yerda sotib, bu yerda olib, bu yerda sotishga imkoniyat bo'lgan. Ya'ni bizda eng qimmatli narsa vaqt. Shu sababli biz barcha imkoniyatlardan to'liq foydalanishimiz kerak. Qayerda global, qayerda lokal trendlar bor, qanaqa harakatlanyapti, qaysi uni oxirgi qaytish nuqtasi, buni topib olishimiz kerak. Xo'p, faqatgina bitta time frame'ga qarab savdo qilish ko'rik-ko'rona qaror qabul qilishdir. Kichik grafikdagi kuchli ko'tarilish aslida katta grafikdagi qarshilik darajasida urilayotgan qisqa korreksiya bo'lishi mumkin. Bu nima degani? Agarda siz mana bu yerda harakatlanyapti, mana bu yerda kesib oldik, mana bu yerda. Bu yerda impulsiv ko'tarildida, biz o'ylayapmizki, bu zo'r o'syapti, olishimiz kerak deb o'ylaymizda, biz qarasak, aslida mana bu yerda qarshilik, misol qarshilikda endi misol yorib o'tgan yoki hali tasdiqlanmagan holat bo'lib qolishi mumkin. Natijada biz kichkina time frame'da ko'ryapmizda, umumiy holatda ko'rolmayapmiz. Biz bu yerda xato qilib qo'yishimiz mumkin. Bu yerda yana korreksiya olib pastga tushib ketishi mumkin. Xo'p, professional tahlil bizga bozordagi shovqinlarni chetlab o'tib, ishonchli oqimga qo'shilishga yordam beradi. Hamma treyderlar o'qiydi, o'rganadi, nazariy bilimni oladi, lekin shu joyida xato qilishadi. Global, lokal trendlarni to'liq tahlil qilmasdan savdoga kirib qo'yishadi. Qanaqadir yangilik ko'radi yoki boshqa narsa. Lekin bu tahlillarni to'liq qilib, global, lokal trendlarni to'g'ri chizib, qaytish nuqtalarini topib, o'ziga ishonch hosil qilsa, ya'ni treyder o'z kapitalini himoya qiladi va barqaror o'stirib borsa bo'ladi. Global va lokal trend juda ham muhim. 3 bosqichli tahlil tizimimiz bor, ya'ni 3 bosqichli tahlil tizimi. Bunda nima qilamiz? Birinchi o'rinda harakat yo'nalishi, bozor qayerga harakatlanyapti, buldishmi, berishmi, ya'ni uptrendmi, downtrendmi? Va kuchli support resistance zonalarini aniqlaymiz. Qayerda support, qo'llab-quvvatlash zonasi va qarshilik zonalarini aniqlaymiz. Ikkinchi etapimiz esa narxning asosiy korreksiya va darajalariga kelishi. Narx korreksiya qilib, support zonaga yoki support liniyaga kelsa, bu yerdan qaytish modellarini kutish va ya'ni kirish. Uchinchisi trigger, kichik vaqt oralig'ida aniq kirish nuqtasi. Setup qildik va mikro deyapmiz. Bu yerda lokal, biz globalda aniqladik, bozor uptrendda va bozor korreksiya berdi. Bu yerdan burilib yana impulsiv tepaga ketishni boshladi. Buni biz lokal trendimizdan foydalanib, kichkina time frame'da korreksiyadan ya'ni buzib yuqoriga harakatlanishni boshlaganda sotib olamiz va ma'lum muddat kutib o'z foydamizni olib chiqib ketamiz. Xo'p, xuddi shunaqa 3 bosqichli tahlil tizimidan foydalangan treyder ko'p holatlarda o'rtacha olganda foydada chiqadi. Xo'p, doktor Alexander Elder uslubi bor. Buni Elderning 3 ekran uslubi deyiladi. Xuddi hozir aytib o'tganimdek, birinchi o'rinda bozorning oqimini aniqlanadi. Undan keyin qarshi harakatni, undan keyin kirish nuqtalarini topiladi. Shundan keyin savdo amalga oshiriladi. Xo'p, biz bozorda oqimini MACD EMA orqali, ya'ni Exponential Moving Average yoki Simple Moving Average orqali biz bozorda uptrend yoki downtrendligini bilib olamiz. Statistik yoki RSI orqali overbought yoki oversold, ya'ni haddan tashqari yuqori sotib olingan yoki haddan tashqari yuqori sotib yuborilgan indikatorlar bor. Shular ko'rsatadigan, shulardan foydalanib hozir bozorda
overbough'mi yoki oversoldmi? Shu holatni bilib olamiz. Ya'ni haddan tashqari sotib olindimi yoki sotib yuborildi, bozor qiziyaptimi yo soviyaptimi? Shuni bilib olamiz. Bozor qachon qiziydi? Qachonki narx juda ham yuqori bo'lib ketsa, bozor qizib ketdi deymiz. Qachonki narx juda ham past bo'lsa, bozor sovib ketdi deb aytamiz. Xo'p, uchinchi holatda esa ya'ni narxda burilish joyi nazorat qiladi. Qaytish nuqtasini topib, biz bitim ochamiz, ya'ni savdoga kiramiz. Xo'p, oltin masshtab qoidasi. Oltin masshtab qoidasi 1/5 qoida qanaqa bo'ladi? Ya'ni biz o'zimizga qaysisini global trend deydigan bo'lsak, mana misol uchun bu bizga global bo'ladigan bo'lsa, mana bunimiz bo'lamizda, endi lokal bo'ladi. Lokal. Bu qanday? Mana misol uchun siz bir kunlik, bir daily global bo'ldi. Endi biz bilishimizcha, misol bir kunlik time frame'imiz bozor ochilish vaqti, bozor ochiq vaqti 6,5 soat. 6,5 soat. Endi buni global deydigan bo'lsak, biz 5 ga yoki 6 ga misol bo'lamiz va 6,5 soatni biz 5 ga bo'lsak, bir kunni 5 ga bo'lamiz. Ya'ni bu nima bo'ladi? Bir kunimizni 6,5 soat 5 ga bo'ladigan bo'lsak, 1/21 deylik. 1/21 soat bo'ladi. Bu degani o'rtacha 1 soatlik, ya'ni 1 soatligimiz lokal deb olsak bo'ladi degani. Agar haftalik deb oladigan bo'lsak, haftada 5 kun bo'ladi. Global deb haftalik oladigan bo'lsak, bizda lokalda biz 1 kunlik yoki 4 soatlik deb olsak bo'ladi. Hamma o'ziga qulayini tanlab ishlasa bo'ladi. Bu biz umumiy holatda bu yerda aytib o'tib ketamiz. Ya'ni o'zingiz ishlash jarayoningizda o'zingizga qaysi time frame qulayligini bilib olasiz. Xo'p. Buni tushundik. Global trendni topish sirlari. Xo'p, global trendni topish sirlari o'zi unaqa qiyin narsa emas. Biz bilamiz, ya'ni struktura uptrend yoki downtrend deganda xuddi shu katta time frame'larda bo'ladi. Misol uchun grafikimizda yuqoriga harakatlanyaptimi? Uptrendda globalligini aniqlash uchun global uni ko'rish uchun sразу time frame'ni ochamizda weekly yoki daily o'tamiz, tekshiramiz. Downtrenddan xuddi shunaqa. Weekly, daily tekshiramiz, downtrendda global umumiy holatni ko'ramiz. Lokal bo'ladigan bo'lsa, endi global chizib oldik-ku. Endi lokalda mana bu uchlarni ko'ramiz. Ichidagi misol tushish, ko'tarilish tushishlarda qisqa time frame'da ko'ramiz. Misol uchun lokal qilamiz, time frame'imiz misol 30 minutlikda ko'raman ko'proq. Keyin misol 4 soatlik 4 hours, 4 hours 4 soatlikda. Bu yerda ham aytyapti, grafik HL, ya'ni bu nima? Higher high, higher low. Yoki lower high, lower low, downtrend bo'ladigan bo'lsa, tushish bo'lsa. Dinamik darajalar trend barqarorligini tahlil qilishda 50 yoki 250 simple moving average esa. Ya'ni biz bilamiz, agarda trendimiz 200 simple moving average'dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, o'z-o'zidan bunimiz uptrend bo'ladi. Xuddi shunaqa biz o'sha simple moving average indikatoridan ham foydalanib, biz trendimiz qayerdaligini, upmi, downmi bilib olishimiz mumkin. Xo'p, asosiy likvidlik katta vaqt grafiklardagi kuchli bloklar, manipulyatsiya zonalari oldindan belgilab oling. Ya'ni siz katta time frame'ni ochasiz, grafikka qarasangiz, misol uchun grafik harakatlangan, misol bunaqa harakatlanib ketyapti.
Ya'ni siz ko'rishingiz kerak, mana bu nuqtada likvidlik zonalari, mana bu nuqtalarda likvidlik yig'ilgan zonalar. Xuddi shunaqa bularni albatta belgilab olib, hozirgi narx harakatiga qarab turib biz yanayam riskni kamaytirishimiz mumkin. Xo'p, buni tushundik. Uslub time frame matritsasi. Time frame matritsasi savdo uslubi bor. Biz bilamiz, scalping bor. Scalpingchilar qisqa vaqtlarda ishlaydi. 1 soat, 15 daqiqa, 5 minut, 1-3 minut. Ya'ni juda ham qisqa vaqtlarda ishlaydi. Intraday kun davomida ishlaydi. Ular 4 soatli, 1 soatli, 4 soatlida global oladi, 1 soatlikda lokal oladi. 15 daqiqada lokal oladi, 1 soatlikda o'rtachasi. Shuni tushunib olishimiz kerak yaxshilab. Masalan, 15 daqiqalik, keyin 30 minutliklar zo'r. Misol kunlik savdo qiladiganlar, 1 kun, 2 kun savdo qiladiganlarga men maslahat beraman. Ya'ni misol one day bo'lsin globali, 30 minut bo'lsin lokali. Juda ham shovqindan yiroq treyderlar mazza qilib savdo qiladi. Swing trading bor. Swing tradingimiz kunlik, 4 soat, 1 soatlik. Misol swing tradingda misol 1 hafta, 2 hafta, position tradingda 1 oy, 2 oy, 3 oy, 6 oy ketaveradi. Investitsiyani bilasizlar o'zlaringiz. Investitsiyada 1 yildan 10 yilgacha bo'lgan muddatda uzoq muddat pullarini o'stirib boradilar investorlar. Xuddi shunaqa uslublarni tushundik. Savdo uslubi global, o'rta va mahalliy. Bu degani global, o'rta, mahalliy degani local. Bu global. Signallar ishonchliligi. Haftalik time framelarda tahlil qilamiz. Signallar qanchalik ishonchli darajasini ko'rishingiz mumkin. Bu yerda 95% gacha haftalik tahlillarda ishonchlilik beradi. Ya'ni foiz, ya'ni 95% gacha sizni win rate, ya'ni yutish ehtimoliniz bor degani. Ya'ni siz qilgan tahlillar ehtimolligi ishlashi 95%, ishlamasligi 5%. Ya'ni shovqinlardan yiroq, foyda ham kam va uzoq muddat bo'ladi. Lekin risk avtomatik kamayadi. Kunlik time framelarda 80% kunlikda ishlaydi. 4 soatliklarda 65, 1 soatliklarda 45, 15 daqiqaliklarda 25. Ya'ni qancha risk yuqori bo'lib, risk yuqori bo'lsa, foyda ham nima bo'ladi? Yuqori bo'lishi kerak. Qancha risk kam bo'lsa, foyda ham kam bo'ladi shunga yarasha. Bu yerda faqat bitta asosiy narsa bo'ladi. Biz uchun eng qimmatli narsa nima? Hammamiz bilamiz, bu vaqt. Ya'ni hammamiz bu yerda bu treyderlikda o'rganishdan, umuman kasbda o'rganishdan, hayotda misol yashayapmiz, ilm olamiz, kasb o'rganamiz, hunarli bo'lamiz. Hammamizning maqsadimiz moliyaviy erkinlikka erishib, vaqtlarimizni, shu qimmatbaho vaqtimizni ko'proq o'zimiz uchun, oilamiz uchun, o'zimiz uchun qadrli bo'lgan insonlar bilan o'tkazish xohlaymiz. Shuning uchun buni bilishimiz kerak. Investorlar, position traderlar bo'lsa uzoqroq, misol risk kam, ya'ni foyda yuqori. 15 daqiqaliklar, scalplar risk yuqori, foyda ham yuqori. Risk katta. Shunga qarab turib o'zimizni qanaqa uslubda savdo qilishimizni bilib olib qilishimiz kerak. Kimdir scalpingda zo'r bo'ladi, kimdir swingda, kimdir positionda, kimdir investitsiyada zo'r bo'ladi. Albatta, bu yerda nima eng muhim rol o'ynaydi? Sizning kapitalingiz. Bir oyda o'zi qancha ishlamoqchisiz, foyda qilmoqchisiz degan joyga
Albatta kapitalingizga qarab foyda qilasiz. Misol bir oyda 100% oshirish judayam qiyin. Mana misol uchun $100 $200 qilish uchun 100% ishlash kerakda. $100 $200 qilish uchun 100% ga oshirishingiz kerak. Lekin $100,000'da $100,000'da $200,000 qilish uchun yana 100% ga oshirish kerak. Ikkalasida ham bir xil harakat, 100% dan oshirilyapti portfel, biri $200,000, biri $200. Ya'ni bizni kapitalimizga qarab turib qancha topishimizni bilsak bo'ladi. Kapital past bo'lsa pastni o'rtacha har oy 5% 7% ko'tarsangiz bu zo'r, yaxshi. Muntazam ko'tarib borsangiz 5-7% har oy bu juda ham yaxshi. Agar bundan yuqori ham qilayotgan bo'lsangiz, 10-20% qilayotgan bo'lsangiz, bu undan ham yaxshi. Ya'ni bu yerda asosiy narsa davomiylik. Doim qilyapsizmi shu narsani? Yoki bir oy qilib, 3 oy qilmasdan yana boshqa misol uchun ba'zi insonlar omadi ham kelib savdolari oshib qoladi-da bir oy. Qarasangiz 7 oylab bir xilda yoki narx tushib ketgan bo'ladi. Xuddi shuning uchun muntazam daromad qilib boryapsizmi, o'zingizni tekshirib borishingiz kerak. Nimaga muntazam bo'lmayapti? Nimaga bu oyda oshirdim? Nimaga bu oyda oshira olmayapman? Bozorda imkoniyat bor. Albatta bozorda imkoniyat bo'ladi, imkoniyat yo'q bo'lmaydi hech qachon. Faqat bu o'zimizga bog'liq, qidirib topishimizga. Xuddi shunaqa. Top down savdo bosqichi bor. Bu yerda buni o'zim ham foydalanaman. O'zim ham xuddi shunaqa ishlayman. Ya'ni birinchi o'rinda bozor trendini aniqlayman. Global holatda katta time frame'da. Haftalik yoki kunlik grafiklarda trend asosiy likvidlik zonalarini belgilab chizib olamiz. Keyingisi o'rta time frame'da narxning muhim nuqta va korreksiyaga tushishini ko'ramiz. Ya'ni bitta time frame'ga qarab qolmaymiz. Biz time frame'larda ko'ramiz. Kichik time frame'larda kirish nuqtamizni topamiz va minimal risk qilib har bir odam xohlaydi minimal risk qilishdi. Shuning uchun albatta lokal time frame'da, ya'ni lokal trendda, kichkina time frame'da biz kirish nuqtasini topa olamiz. Va bu yerda ya'ni xavfni boshqarish, risk management degan narsa bor. Nima qilamiz? Biz necha pul risk qilyapmiz? Mana misol uchun bir risk qildim, 2 risk topdim yoki 3 reward yoki 1,5. Bu nima degani? $10, mana bu arimiz misol uchun $10 bo'lsin, risk qilyapman. Buni ko'paytirsak $20, bu $30, bu $15. Ya'ni men $10 risk, $20 topish uchun $10 risk qilishim kerak. Albatta risk and reward ratio undan foydalanmasdan, risk management to'g'ri taqsimlamasdan savdoga kiradigan bo'lsangiz, albatta siz olasiz. Misol aksiyani mana deylar, narx bo'ldi, bitta oldingiz to'ppada tushib ketdi. Narx tushib ketdi. Bitta nima qilasiz? Average qilasiz. Break even qilsangiz, yana sotib oldingiz, bitta 500 lik sotdingiz, sotib oldingiz, bitta yana $500 sotib oldingizda, bunday qilsangiz mayli keladi. Yana bu yerga kelib turib, yana narx bir kun qizil bo'ladi-da, narx yana tushib ketsa kerak, o'zi narxga chiqsin sotib yuboraman deysizda. Narx o'ziga chiqib bitta sotasiz, keyin narx narx ko'tarilib mana bu yerga chiqadi. Bu hammamizni boshimizdan o'tgan, bizni ham boshimizdan o'tgan. Hozir ham shunaqa holatga duch kelamiz ba'zan. Chunki ba'zan o'zimizni kapitalimizni saqlab qolaylik deb
Misol bir oyda 40 ta trade qiladigan bo'lsak, kamida 4 ta 5 tasida shunaqa holatda yopish holatlari ham bo'ladi. Ya'ni doimiy o'zimiz bilimimizni oshirib borishimiz kerak, ishlash uslubimizni tahlil qilishimiz kerak, xatoliklarimizni to'g'rilab borishimiz kerak. Albatta, sekin-asta muvaffaqiyatga erishamiz. Xo'p, savollaringiz bo'lsa, kommentlarda yozishlaringiz mumkin. Trend doim siz tomonda bo'lsin. Sizni trend is your friend deydi-ku. Trend doim do'stingiz bo'lsin. U bilan birgalikda doim o'sish hammamizga nasib qilsin. Xo'p, global va lokal trendlarni aniqlab, trading view'da ustlaringizda ishlasanglar bo'ladi. Ya'ni bugungi o'tilgan darsliklardan mustahkamlasanglar bo'ladi. Bepul signal kanalimiz ham bor. Ana bu Swing Trading Signals 0121 Telegramdan yozsanglar chiqadi. Bu yerda bepul signal kanalim bor. Men o'zimni haftada 4 ta 5 ta yoki 2 ta 3 ta yaxshi signallarda sizlar bilan ulashib boraman. Xo'p, shu bilan bugungi darsimiz nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan Naimjon kuzatishda davom eting. Yana ham qiziqarliroq, tushunarli qilib mavzularni yoritib berishga harakat qilamiz.